Assalomu alaykum ana. Bugun 14-may. 3-kuni. O'zi ertaga bozorlar bugun boshlandi mana. Mana qancha oldi? O'zing so'lingda. O'z qilib 190 qisaq berib qo'ydi mana. Bo'ldi, bilan so'rashim sana. Buni 200 qisaq berib edi. Bu qancha qildingiz Aysho? Siz so'radingiz hozir. Qancha qildingiz? Men ham so'radim sho'g'il. Sho'g'il? Videolarni ham ko'raman, bo'lsa daha qo'shamiz. Aşka bunun qanchaga bordi mayli? 110 so'm qilib qo'ydik-da, mana turadi mana. Asrdan ancha o'tib qoldi. 2 soat, 1 soat oldin qilgan degan ishga hech kim oshib qolib turadi mana. Ya mana, assalomu alaykum. Mana Chimyanning krasavchiklari. Necha? Qayqa? Ha, nolasiku. Baram. Ketamiz, barat. Aşağı qancha oldi? Nima o'tgan safar aytganlarni qo'ymaydi. Bozor qancha qildi? 150 so'm. Qancha oldi buni qaraverik? 100 so'm. 100 so'mga 100 so'm bo'ldi. Onlar qancha oldi? Kompot. Mana chiqdi. Borz chiqdi. Shular sherik qisqasi borz deydi. Tartamaz sizde. Sizin kompot qancha oldi? Qaysi? Qancha oldi? 26. Qaysilar? Balam-ku, mana ol. Mana qancha oldi Aysho? Qaysi? Buga 80 so'rayapman qurmayı. Qancha qildi bozorga? Bozor 30 deydilar. Men 35 qildim-da qo'y. Yo'q, o bermadim. Hozir 30 o'tib deysiz. 30 qildi-da, Men 35 qilganman, o. Ellikdan boyag'i. 2 qoldimi buni 30 qo'ying deydi. Shunday. Shunday, qisqasi bozor shunday. Ha, shu. Sağ salqin tushdi. Tarta turgan ish bilan qoldi. Oyog'i tartamiz hozir. Qancha qildingiz aka? Ha. Buni 140 qilyapman. Ne? 140 qilyapman. 140 qildingizmi? Mana shokoladlari qancha qildingiz? Shokolad qancha qildi? Voy, nega bilmaysiz? Necha bo'ldi shokolad? 130 bo'ldi. 130 bo'pti, 130 so'm. Mana go'shti barga ekan. Bargangizlar qancha oldi? Mana barga qancha oldi? He? So'radi. Sizgincha? Qaysi sizniki? Xo'sh, so'radi. Ha, qayoqqa ketdingiz? Qancha oldi? Qancha oldi? 200. Qaysi? 100 so'm bo'ldi. 200 oldi turma. Ne olamı? Yo'q, qarab qo'yadilar 200.